Hammaga assalomu alaykum. GMTSM pasport programmamizni yangi versiyasi haqida hozir tushuncha berib o'tib ketaman. GM algoritmi degan funksiya qo'shildi. Bu funksiya nimalar qiladi? Hozir bizda ba'zi bir miyalar kelyapti. Bunaqa pasportlari иностранный, VIN nomerlari yo'q. Shunaqa miyalar kelgandan keyin bularga tabiiyki programma yozish imkoni bo'lmayapti. Mana hozir men ko'rsataman, harakat qilamiz. Miyaga programma yozishga. Hop. Programmani bosamiz. Program bermaydi. Tabiiy zavodskiy kurslangan bo'ladi. Ya'ni bizni regionlarga to'g'ri kelmaydi. O'rta Osiyoga to'g'ri kelmaydi. Ashga beradi. Bularga parol topish kerak bo'ladi programma yozish uchun. Bizning programmamiz aynan GM algoritmi GM qo'ygan barcha TSM uchun parollarni topib beradi. Buning uchun GM algoritmi degan joyni bosamiz, nashat qilamiz. Bo'ldi, parol topildi. Endi shu parol yordamida biz bemalol DPS dan programma yozishimiz mumkin bo'ladi. Hozir men programma yozib o'tirmayman, sababi juda ham ko'p vaqt oladi. Bundan tashqari yana ko'rishingiz mumkin. 4 xil, jami 5 xil GM algoritmidan tashqari yana 4 xil parol topish funksiyalari bor. Undan tashqari korobkalari probegini ko'rsanglar bo'ladi. Проверка TSMdan probegini ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda сравнение fayl degan joyi bor. Сравнение fayl degan joyda korobka bilan motorni bir-biriga bog'liqligini tekshirib beradi. Mana shu miyalarga родной emasligini ko'rsatadi. Bunda hozir menda bormi yo'qmi ko'ramiz. Hop, agar adashmasam shu fayllar bitta edi. Test uchun ko'rsatib beraman. Mana Sравнение qilsak 100% bir-biriga to'g'ri keladi. Ya'ni korobka bilan motorni ipromi bir xil deyapti. Bu funksiya korobka bilan motorni bir-biriga solishtirib beradi. Bu yerda parol topib beradi. 5 xil holatda. Endi GM algoritmi bu butun dunyo bo'ylab mana shu GM korobkalarga, TSMlarga 2 megabayt 2 baytli sidlaringizni hammasini parolni topib beradi, farqi yo'q. U Braziliyaniki bo'ladimi yoki Dubayga, Xitoyga, dunyoning barcha joyidan kelgan GMga qarashli bo'lgan parollarni hammasini topib beradi. Ikkinchisi Gentools drugi, bu o'zimizda O'zbekistonda qilingan tuninglar Gentools kompaniyasiniki va yoki boshqa ko'chada qilingan, masalan, 4 rejimli programmalar, shunga o'xshash parollangan programmalarni buni topib beradi. Importni TSM bloki bu Dubaydan kelgan, aynan Dubaydan keyin Pokistondan kelgan miyalar oshlari ochib beradi. Подбор из servera, bu o'zimizda O'zbekiston bo'yicha qilingan programmalar, korobkalari qulflangan bo'lsa, подбор из servera qilsangiz, serverdan ko'radi. Bunaqa win yo'q deyapti, sababi bu win pustoy. Serverdan ko'radi, win bo'yicha, o'sha win bo'yicha bor parollarni terib chiqadi bitta-bitta. Xo'p, endi eng oxirgi variant полный подбор. Bunda 0 dan FF gacha, ya'ni 4 dan 0 dan 4 ta F gacha barcha parollarni terib chiqadi. 65500 qanchadir edi. Shuncha variantlar bor. Bu eng oxirgi крайний случай. Bundan qolgan hammasi tezroq bo'ladi, faqat o'sha oxirgisi ko'proq vaqt oladi. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.